Ochig'ini aytadigan bo'lsam, bundan 5-6 oy ilgari, ya'ni kuz fasllari edi, qo'limda og'riq seza boshladim. Xuddi mana shu joylarimda og'riq kuchaygandan kuchaydi. Keyin shifokorga borganimda dori-darmon yozib berish bilan birgalikda albatta davolanish gimnastikasi bilan shug'ullanishim shartligini ta'kidladi. Lekin unga befarq qaradim. Biroq dori-darmonning ta'sirini sezmaganimdan keyin davolash gimnastikasi bilan shug'ullanib ko'rdim. Shundagina haqiqatan ham bunda gap ko'p ekanligini bilib oldim. Shuning uchun ham mana shu ayollar meni juda qiziqtiradi va ularga qo'shilib shug'ullanish istagi paydo bo'ladi. 6 boshqa 3 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 3 4 1 2 3 4 1